nima toq bo'lsa deydi. deb kuladi hamma. Ko'chamas ekan deydi. Uyni balasi ekan deydi. Gaplaringiz qoyil. Men so'rayman lekin. Menga yoqmaydi qizil. Sizga yoqmaydi, bunga yoqadi. Qizil emas, jinni. Ha, bardovый svet. Mana qarangmi? Xullas, men boshim og'ritmaydi. O'zlaringga yarashgan rangni kiyinglar, mayli. Brend orqasidan quvalamanglar. Voy, men Louis Vuitton kiysam zo'r odam bo'lar ekanman. Emas, avval qorinni yo'qoting. Figurangiz buzib turgan. Men kiyganingiz bilan Louis Vuittondan eng originalini kiysangiz ham yarashmaydi bu. Qorningiz bo'lsa, xunuk bo'lib chiqqan bo'lsa, semiz bo'lsangiz, yo ozg'in bo'lsangiz, yo nima vishilkaga o'xshab maydagina bo'lsangiz ham yarashmaydi. Sal to'laroq bo'lish uchun sal to'g'ri pitaniyaga o'tish kerak. Ammo ichingizda qurt qumursqalarni tozalang ozg'in bo'lsangiz. To'g'ri chesnok qanaqa qilib yeysiz, jarit qilib yegan yaxshiroq. O'sha chesnok ko'proq yeyish kerak. Qaysi mahsulotlar deb YouTube'ga yozasiz. Qaysi mahsulotlar qurt qumursqalarga qarshi kurashadi va tushiradi deb yozsangiz, YouTube ham mana bu deydi. ChatGPT'si yo'qlar. O'z ChatGPT chiqib ketgan. Любой temaga siz bilan gapiradi. Shu ham qo'lingizdan kelmaydimi yoki? Biron joy oshqozoningizda og'riq bor. Oshqozonni qanaqa qilib davolash mumkin tabiiy yo'l bilan? Yozing. Sut ichasiz, buni yemaysiz, mana buni yeysiz, mana buni yeyishingiz kerak, buni ichishingiz kerak deydi. 3 oyda o'zingiz to'g'rilaysiz. Oshqozoningiz ko'tiga kirgan bo'lsa, adrenalin, kola, fandan ichmang, ko'tga tiqasiz oshqozonni yana ham. Chunki shakar ko'p miqdorda. Shakar zahar-ku. Oqo'lim oshqozonni qotirib, enasini tiqib yuboradi. Yo'qadi. Birinchi chesnokni chiqaradi. Bo'yim 160, besim 120, qornim katta, chotkimi? Umuman bo'lmaysa. O'zing achin ozgina. Men senga achinish bildirsam, bu noto'g'ri holat bo'ladi. Men ham bir bandaman. Bandaga achinish g'alati. Alloh rahmi kelsin senga. Boshimda. O'zini ustiga ishlamagan, nafsini boshqara olmagan odamni miyasi ishlashiga ishonmayman. Nafsizni quli bo'lmang, iltimos. Befigura o'lib ketishi shart emas. Semirib. Oshqozon kasalligidan ketishi shart emas. Sigaret chekmang, adrenalin ichmang. Ota-bobomiz adrenalin ichib nima yurmagan-ku. Ertaga boru xotiningizni qo'pol qilib aytaymi? Sikolmay yurasiz. Adrenalin icholmay ishtiba qilmayapti-ku. Bitta erkaklik vazifasini bajara olmaysiz, keyin xotinni ham baxtsiz qilasiz. Bu bechora uniki qichiydimi? To'g'ri pitaniyaga umrida adrenalin ichmagan. Pizdis organizm tirsda yuribdi chotki. Asanki ertaga uylanasan, xiyonatni ko'rdim, bevafolik, hayot beshafqat deb yurasan. Bitta erkaklik vazifangni bajara olmaganingdan keyin xotining nima qilsin? Uni ham nafsi bor, uni ham hirsi bor. Yuradi san usting. U juda ham uchun farosatli, juda ham ma'naviyatli insonni farzandi bo'lsa, o'ziga bo'ladi. Bo'lmasa uni ham nafsi bor, uni ham hirsi bor, yuradi san ustingga boshqasi bilan. Hamma gapni menga aytibsanmi? Yo'q, san noz chekish kerak, astag'firullah. Ustoz Shifo, how? Что случилось? O'lib ketmaydi. Montaj pressim bor, ushlab bunday sanaysiz. Sharmanda-da. Men qanaqa press chiqarganman? Zalga chiqqanim yo'q, to'g'ri. Yo'q bo'lmasam ertadan kechgacha sport qilmayman. Faqat gapiraman, e'tibor qilgan bo'lsangiz. Lekin menda to'g'ri pitaniya bor. Хотя